Assalomu alaykum yaxshilar. Mana bu O'zbekistondagi Nok bog'lari. Qaranglar. O'sha Toshkentning chetida o'sha bog'lar yig'ishtirilgan ekan hosili. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorda hosil bor. Yerda kuzgi ekan. Xom olib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz agar hosilni xom turibdi. Mana bunisi bixi bilan payvand qilgan nok. Eng hozir yangi trendda chiqqan narsa bixili nok deyishadi. Buni ikkita uchtasi 1 kiloda. Ikkita uchtasi 1 kilo. 50 ming. Yomon emas. 1,5 ta nok 50 ming. Nokni kattaligi. Ilgari hovlilarimizda bo'lardi bunaqa noklar. Hozir yo'q. Hozir faqat bog'larda ko'rasan, seleksionerlarda ko'rasan. Mana katta bo'lgan yo'q. Bir oy bor ekan bular. Bir oydan keyin haftam yarim kosaday bo'ladi. Katta piyoladay deylik. Yarim kosa, katta piyoladay. Toshkent atrofida bizlar ko'p yuramiz. Olma bog'lari, nok bog'lari, uzum bog'lari juda ko'p. Mana hozir ko'chaning mana shu asfaltdan narigi tomoni olma bog'i. Olmani ham 8 xil, 9 xil boyni ko'rdim, terib qo'ygan yashiklarda. 8-9 xil olma terib qo'yibdi. Sotuvga chiqarib qo'yibdi yo'l chetida. Olmas bilan to'lani, olmas bilan to'g'rilar. Olma to'lani. Mana sizga O'zbekiston. O'zbekim vatanim mana. Bog'laringdan o'rgilay O'zbekjonim.